Assalomu alaykum. Xudobat peshinglar, xudo xolasa mana Qo'qonda Dream House'da orqa tomonida, Doktor House'da o'ng tomonida g'ishlik voyenniy dom bor. Mana shu voyenniy domda montajlar qildik. Uy yevro remont bo'lgan. Yevro remont bo'lgani uchun hamma narsani narujniy montaj qildik. Mana Vayland katyonni ustanovka qildik. 18-22 talik T6'si. Stilizatori. Mana расширительный baki. Mana e'tibor beringlar, dishlamator qo'yilgan magnitni, mana tagida magnitini deb bo'shatib, o'sha sistemani tozalab olgani. Mana grubiy ochistkasi ham bor. Ikkita kran bo'ladi. Mana ikkita kranni bo'shatib, bemalol buni baqa yechib tozalasa bo'ladi. Gazda ham mana filtr, reduktor, отдельный krani, mana asobiy sariq shlenida gazli shleni. Bunda ishtirok bo'lmaydi. Sovuq suv mana sistemani to'ldirgani mana krani grubiy ochistka qo'yildi. Mana birinchi batareyamiz kuxnyaga tushdi. Mana chopki ruterim narujniy montajda ketyapti. Majbur biz 25 li turbada montaj qildik. Ham sig'im ham kam bo'ladi. Sig'imni kamligini hisobiga suv tez aylanadi. Batareyalarimiz hammasi panelli bo'ldi. E'tibor bering, mana oyoqli bo'ldi. Oyoq sababi devorimiz gipsakardonga ilib bo'lmaydi. O'shaning uchun hop mana endi kuxnyadan chiqib mana bu zalimiz. Zalga 2 metrligini ustanovka qildik. Primoy chiqib mana zalda ham bemalol kontrol kranlari ham kastiki, toretski. Vero turbalari ishlatildi mana. Devorni chekkasidan montajni qilib mana 45 gradus bilan olib kirib ketdik. Bu yoqdan kelib spalniy bu. Detskiy spalniga ham atelar kattasidan qo'ydim. 1.40 ligidan. Sababi qo'li tomon tez ina bo'lgani uchun, sovuq kirgani uchun. Mana orqa tomonini 10 sm ochdik. Sababi uni pardani tushirib qo'ysa bo'laveradi orqasiga. Hop, undan o'tib mana bu yoqda взрослый spalnimiz. Взрослый spalniga ham 1.60 ligidan qo'yildi. Mana bunda ham xuddi shunaqa mana 10 sm qilib ochib arasini. Sababi orqa tomondan ham havo aylanishini hisobiga ham ichidan ham orqasidan havo tez aylansa, xonani tez isitadi. Maqsadimiz shu. Keyin pardani ham to'sib qo'ymaydi. Pardani to'sib qo'ysa shuncha issiqlik uvol bo'ladi. Mana shu parda ham orqasiga bemalol tushadi pastgacha. Mana endi bu yoqdan chiqib oxirgisi sushilka. Sushilkamizga mana 1 metrli nержавейка turbadan nержавейкani qo'yib yubordik. Mana Kosmos firmasi. Mana kranlari ham nержавейка, ichlari latum. Chotga chiqdi. Montajlar zo'r. Like va podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Xizmatlar bo'lsa, Dilshodjon Santining xizmatda, xudo xolasa.